Ha, yanacha noto'g'ri fikrlarga bormasin oyim deb bekinib o'tirgan ekan. Biz buni transvaginalniy qilib topib oldik balki. Eng yaxshi yangiligim shuki, turbalaringizda qolib ketmagan, bachadoningiz ichida. Endi o'zingizni srokingizga mos katta bo'lib o'sishni boshlaydi. Hozircha 3-4 haftalik 5-6 bo'lish kerak edi-da. Keyingi haftaga kelsangiz, aynan sizning srokingiz bilan bir xil bo'lib qoladi. Endi tez o'sadi maksimal. Hech qanday xavf yo'q. Hali endi implantatsiya bo'ladi. Oyisi uydagi kim? Qizmi, o'g'ilmi? Allohimdan so'rang, qiz beradi, xohlasangiz. O'g'illik uchun o'ylab ko'ramiz dotganingizda. Qiz bo'lsa o'g'il deb tug'ardilar. Shunaqa ekan. Ameliyotsingiz chap tarafingizda bo'lgan ekan oyisi. Plus yonida yana bitta kistichka ham bor. Bu kistichka o'z homiladorligingiz davomida asta-sekin so'lib ketadi. Xavfli emas bu. Yaxshi.